Men Turg'unova Saltanat Gulyamovna, mana shu Mirzobod tumani Oydin mahallasida turaman. Mana biz yetishmovchilik bo'lib, mana kasal bo'ldim, 1 yil bo'ldi. Mana soliqlarimizni ham vaqtida to'lolmadik. Mana soliq inspeksiyasi bizga nima yordam qilib to'lab berdi soliqlarimizni ham. Rahmat. Men o'g'lim ham 2-guruhga nogirona. Ikkalamiz 2 million olamiz, yetishmaydi, qiynalyapmiz. 24-yil sentyabrdan beri yotibman, nima qilib davolandim, operatsiya bo'ldim, insult bo'ldim. 2-guruhga nogironaman hozir. 1 million olyapman. Uni yetkazish ham qiyin bo'lyapti dorilarga. Soliqlarni shuncha to'lolmadim vaqtida. Mana hozir bizga soliq inspeksiyasidan to'lab berdi. Rahmat. Baraka topsin. Prezidentimizga ham rahmat. Mana mahalla komitetlari hammasiga rahmat. O'zimdan shodligimni bildiraman. Mirzobod tuman soliq inspeksiyasi bosh inspektori Musulmonov Oxunjonman. Mirzobod tuman Oydin mahallasida mahalliy soliqlarni yig'ish jarayonida mahalladagi sharoiti og'ir oilalarga mahallaning saxovatpesha fuqarolari tomonidan mahalliy soliqlarni to'lashga qiynalayotgan fuqarolarning soliq qarzlari to'lab berilmoqda va shu qatorida Mirzobod tuman soliq inspeksiyasi rahbariyati tomonidan mahalla fuqarosi Turg'unova Saltanat opaning soliq qarzdorliklari to'lashga ko'maklashildi. Ularning o'sha 2-guruhga nogironligi bo'lganligi, farzandlarining ham 2-guruh nogironligi bo'lganligi sababli to'lashga imkoniyatlari yo'qligi sababli Mirzobod tuman soliq inspeksiyasi rahbariyati tomonidan mahalliy mol-mulk va yer solig'larining 1 yillik miqdori to'lab berildi. Fuqaroning 2-guruh nogironligini hisobga olgan holda fuqaro yashovchi uy kadastr hujjatlari fuqaroning turmush o'rtoqlariga rasmiylashtirilgani uchun turmush o'rtog'i vafot etganligi sababli fuqaroga mol-mulk va yer solig'idan imtiyoz qo'llanilmay qolgan. Shu sababli ushbu fuqaroga kadastr hujjatlarini qayta rasmiylashtirib, fuqaro vafot etgan o'zlarining turmush o'rtog'idan meros shartnomasi asosida o'zlarining nomlariga rasmiylashtirib olinsa, fuqaroga mahalliy soliqlardan, ya'ni mol-mulk va yer soliqlaridan imtiyoz qo'llanilishi haqida tushuntirishlar berildi.